moyda qorayishi bu haqiqatan ham bizning motorimizga foydalimi yoki zararlimi? Marketing qurboni bo'layotgan mana bu yashil rangli moy va haqiqiy mana tabiiy bo'lgan motor moy haqida qisqacha Real Case. Mashina Hyundai mashinasi 6000 probeg bilan kelishdi va moyini to'kib oldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, moy o'zini mana tabiiy rangida turibdi va bankaga quyamiz. Bankaga quyapmiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Moylar haqida qiziqarli va sirli ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz motor moyini qanday holatda bo'lishini, foydali yoki zararliligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'pchilik eskidan afsona kabi motor moyini shupini ko'targanda qorayibdi va bu moyni darajasi sifati pastligi yoki moyni ko'p yurib o'rgani, qaysi holatdaligini dalolat qiluvchi faktormi yoki aslida bu tabiiymi? Shu haqida gaplashamiz. Aslida moy haqida qisqacha yana bir eslatib o'tsam, moyda asosiy vazifasi nima? Eng birinchi navbatda bu motor moyini sovutishdir. Ikkinchi vazifasi esa motor ichidagi detallarning ishqalanishini oldini olish va uchinchi eng muhim vazifalardan bittasi bu motorning ichini detallarini tozalash. Ya'ni qorayishi, har xil nagarlar, har xil changlar yoki boshqa elementlarni moy o'ziga olib, motorning ichini toza tutish. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Masalan, hozir mana moyxonamizdagi Real Case mashina Hyundai mashinasi 6000 probeg bilan kelishdi va moyini to'kib oldik. Hozir bu qanday holatda chiqqanini sizlar bilan bitta ko'ramiz. Undan oldin bu yoqda olib qo'ygan narsalarimizni bitta ko'rsatib o'taylik. Hozir kunda bozorda eng trendga chiqib, ya'ni siz obunachilar va mashina egalari marketing qurboni bo'layotgan mana bu yashil rangli moy va haqiqiy mana tabiiy bo'lgan motor moy haqida qisqacha keyingi videolarda batafsil, hozir esa qisqacha tushuntirib o'tamiz va bu eng asosiy vazifasi bugungi videomizdagi ma'lumot moyda qorayishi bu haqiqatan ham bizning motorimizga foydalimi yoki zararlimi? Mana shuni oydinlashtiramiz. Kamerani yaqinroq olib kelsangiz ko'rsatamiz. Mashinam 1.6 motor, 6000 probeg bilan kelishgan va o'zini Dobskiga ega bo'lgan 530 moy qo'yishadi va hozir o'zidan chiqqan moyni mana ko'rishimiz mumkin. Kamera hozir ko'rsatayotgan bo'lsa, moy qora ko'rinyapti, to'g'rimi? Biz endi mana shu holatda ko'p shopirlarimiz motorning moyi qorayib ketibdimi yoki qorayibdimi deb xavotirga tushamiz va moy haqida biroz salbiy o'ylashni boshlashimiz mumkin. Aslini olganda moy o'zini vazifasini bajargan bo'lib chiqadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, moy o'zini mana tabiiy rangida turibdi, lekin uni ichidagi mikroelementlar, ya'ni qoraytiruvchi narsalar bu motorning ichiga benzin yoki vozdux yo'llaridan kiradigan changlar va boshqa umuman yemirilishdagi nagarlar, har xil kirlarni o'z ichiga olib, moy to'laqonli ishlaganini anglatadi. Mana shuni sizga kichik eksperiment qilib hozir ko'rsatib bermoqchiman. Siz ungacha videoga like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Xudo xolasa, yana ham mana shunaqa qiziqarli video, yana ham qiziqarli kontentlarni moylar haqida, umuman servisimizning haqida videolarni qo'yishda davom etamiz. Bitta like sizdan bo'lsin. Kichik eksperimentimiz nimadan iborat? Motor moyi qorayishib ketishi natijasida mana qanday holatda bo'lishini kichik eksperiment bilan ko'ramiz. Qo'limda oddiy 1 litrli shishali banka va uni qopqog'i, ichiga ko'ryapsiz. Avvaldan biz mana kir loylari bilan bankani loylab qo'yganmiz. Endi mana shu holatda sizga qisqacha savol bilan murojaat qilmoqchiman va sizning fikringiz albatta menga qiziq. Kommentariyaga yozsangiz, biz o'ylaymiz, motorning ichi mana shunaqa nagar bo'lib ketgan deb o'ylaymiz. Bu mashinangiz probegi 10 mingdir, 50 mingdir, 100 mingdir. To'g'ri bo'lishi mumkin. Probegi ko'p yurgan mashinalar bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, noto'g'ri moy quygan, bo'lishi mumkin, motor moyini almashtirmagan shopirlarimizda shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin siz doimo moyingizni o'z vaqtida bo'lib ham 1000-2000 o'tkazib almashtirayotgan bo'lganingizda bunaqa holat bo'lmasligi aniqroq. Ya'ni sifatli moy quyganda. Qachonki bunaqa holatga keladi? Sifatsiz moy quyilganda, qizib ketganda va moy almashtirish esdan chiqib qolganda. Natijada o'z-o'zidan birinchi bo'ladigan narsa bu moyda qizib ketishi va qizish natijasida kuyishi oqibatida motorni o'sha belgilangan joylariga, ya'ni paddollar, karterlar, hamma shu nimalarga qora saqich bo'lib o'rnashib qoladi. Endi eksperimentimizni boshladik. Oldindan men sizlarga mana shaffof bo'lgan suv olib olganman.
Ya'ni biz tasavvur qilaylik, motorda kir bo'lib ketgan ichini deb o'ylaylik. Mana eksperimentimizni olamiz va bankaga quyamiz. Bankaga quyapmiz. Endi to'ldirmadik. Sabab motor ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi, to'ldirilmaydi. Qopqog'ini yopamiz. Endi biz vazifamiz buni konkretni aylantirib sirkulyatsiyaga keltirish. Hamma yoqqa chachilib ketib qoldi qopqog'i. Eksperiment davomida siz nimani tushundingiz? Agar tushunmagan bo'lsangiz, albatta kommentariyga yozsangiz, balki boshqacha qilib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Lekin mana eksperimentimiz o'z nihoyasiga deyarli 7 hisob. Bankadagi suvni endi qanday holatga kelganini, undan oldin qanday bo'lganini albatta ko'rgansiz. Mana bir so'z bilan aytganda, bankani sirtidagi axlatlar, ya'ni loylar, har xil g'urumlar mana qayerga tushdi? Suvning ichiga tushib qoldi. Demak, xulosa qilishimiz kerakki, motorda ichida ham moy o'z vazifasini haqiqatan ham bajarsa, demak nima bo'lar ekan? Motor moy qorayadi. Biz uni yomon natija, yomon ishlagan narsa deb o'ylashimiz mumkin, lekin aslida moy vazifasini bajargan. Sizlarga avvaldan aytib o'tganimdek, moyda 3 ta asosiy xususiyatini aytganmiz. O'sha birinchisi sovutish, ikkinchisi moylab turish, uchinchisi asosiysi yuvish. Endi mana shu o'rinda moylar haqida ham qisqacha aytib o'tamiz. Hozirgi eksperimentimiz mana kameraga yaqinroq qilib olib kelaylik. Mana endi shaffof, toza bo'lgan suvdan hech narsa qolmadi. Endi uni to'kib yuboramiz. Bankani to'kib yuboraylik. Mana. Deyarli banka toza bo'ldi va suvni ko'rdingiz, loyqasi chiqib ketdi. Endi buni motorda holatini biz eng abgor holatini sizlarga ko'rsatdik, lekin aslida motorda ichi doimo bunaqa bo'lmaydi. Qachonki 30 ming, 40 ming, 50 minglab moy almashtirish esidan chiqib ketgan yoki umuman sifati past bo'lgan yoki har xil moy quyib yurganlar shunaqa bo'lishi mumkin, lekin sizning motoringiz ichi albatta toza, pokiza bo'ladi va sizning motoringiz ichida moyda qorayishi vozdux yo'llari bilan yoki benzinning sifatsizligi yoki yonmagan benzinlarda aralashi bilan o'ziga olib moy qorayadi. Mana endi hozir servisimizda hozirgi almashtirayotgan mashinamizni ham moyini sizlarga ochib ko'rsatdim. Hozir ichkariga kirib sizga 2 xil moyni ko'rsataman va uni bittasini aniq quyayotgan bo'lsangiz, siz aniq marketing qurboni bo'lyapsiz. Bitta ko'ramiz. Aytganimdek 2 xil moy dedik. Uni bittasi mana tabiiy, standart bo'yicha moy, ko'ryapsiz rangini, bu moy deysiz. Ikkinchisi esa mana rangli moy. Nimaga men marketing qurboni bo'lyapsiz deyapman? Mana bunaqa moy quyayotganingiz uchun aytayapman. Sababi oddiy moy bilasiz, hamma joyda, hamma biladi, azaliy, lekin bu boshqacha, o'zgacha. Va buni ustida marketing qilishadi. Har xil ijtimoiy tarmoqlarda ham, internetlarda ham, boshqa joylarda ham bu moyni rangiga urg'u berishadi, buni ichidagi qo'shimchalarga urg'u berishadi, lekin sizning motoringizga bu to'liq tushyaptimi, tushmayaptimi degan masalani ko'tarib chiqmaysiz. Biz bu haqida keyingi videoda batafsil olamiz. Undan oldin sizga mana banka haqida qilgan videomizni mana qolgan suv bilan yana bitta chaqib qo'yamiz. Sabab sizning motoringizni moyi esidan chiqib ketib qolib, nagarga to'lib ketgan bo'lgan bo'lsa, demak siz bitta urinish bilan tozalay olmasligingizni uni sizga qisqacha lifehack qilib ko'rsatib berganimizdek, mana o'sha ikkinchisida suv u darajada loyiqalanmadi. Ya'ni siz ham agar avvaldan sifati past yoki motorda ichida kuyuvchi bo'lgan yoq quyib yurgan bo'lsangiz va siz endi yaxshiroq, tozaroq moy qidirib topib quyadigan bo'lsangiz, buning natijasida moyni qorayishini yana ko'rgan bo'lsangiz, demak o'sha qimmat bo'lgan yaxshi sifatli moy o'z vazifasini bajaradi. Mana ikkinchisida ham ancha mana loyiqa chiqishni boshlayapti. Bu sekin-sekin normaga kelib, hozirgi holatga kelib qoladi va bunaqa holatga. O'zi moy qora ko'ringani bilan mana tabiiy o'zining rangini saqlab qolgan. Xullas, videomiz shu joygacha edi. Obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa sizlar uchun manfaatli bo'lgan videolarni olishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.